Assalomu alaykum hammaga. Kecha men Qarshida joylashgan avtoinnovatsion maktabdan test markaziga borib, xullas 20 ta 20 ta urib keldim. Hozir lekin buni o'tganimni hali hech kim bilmaydi, domlalarimning xabari yo'q. Hozir kiramiz, birinchi navbatga suyunchi olamiz, domlarimizdan ketdik. Assalomu alaykum. Tabriklasangiz bo'ladi. Kecha ekzamindan o'tdim, 20 ta 20 ta urib keldim. Tabriklaymiz. Hasan domlarimizning oldilariga boraylik qani. Domla keling. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Zo'r. Xullas, Tabriklaymiz, bor deysizlar. kecha o'tib keldim. 20 ta 20 ta urdim. Malades. Suyunchi olish uchun birinchi sizdan oldingizga keldim. Sizga juda ham katta rahmat. Xullas, do'stlar, Qarshida joylashgan avtoinnovatsion maktabga kelinglar. Domlalar juda ham zo'r ta'lim o'tishadi. 6 kunda, bir haftada xullas 20 ta 20 ta urib keldim. Juda ham zo'r. Domla? Nima deysiz? Bir olqishlab qo'yamiz endi. Rahmat, nasib bo'lsa bu nimalarni olib, vajnadan ham o'tib, yaxshi kunlarda nasib bo'lsa pravolar bilan haydashlar, mashina haydashlar nasib bo'lsin. Rahmat. Kelinglar, o'qinglar, pravani olinglar.